Tak, mana bu yoqqa oldim, xullas. Mana tranzistlarni ko'ryapsizmi? Ipli osti. Mana muqimnagar. Bu yerda mana mikrosxemasi. Changa to'lib yotsak. Mana changa to'ldi. Xullas mana tranzistlarni ko'ryapsizmi? Yorilib ketgan mana. Mana yorilgan. Hammasi yorilgan. Abrif, внутренний abrif, mana noshkasi yorilib ketgan. Mana noshkalari hammasi. Shuning uchun ham короткое замыкание emasda bular уже полностью abrif. Внутренний abrif yoki mana yorilgan abrif yoki noshkasi abrif. Ko'ryapsizmi hammasi mana. Noshkasi mana. Noshka. Beti yorilib ketgan. Noshka yorilgan hammasi. Внутренний abrif bular уже mana. Bu yorilgan, bu ham yorilgan, bu ham hammasi xullas. Колоссальный katta to'kib yurgan bu yerda. Короткое замыканиеda yorib tashlagan akkumulyator hammasini. Shuning uchun ham avtomat qo'yish kerakda, o'zi nominal bo'yicha. Avtomat qo'yilmasa, shunaqa yorib tashlaydi. Avtomat qo'yilganda hech bo'lmasa короткое замыкание tushganda avtomat o'tardi, hech bo'lmasa сразу o'tmasa ham o'tardi. Buni hammasi yorib tashlamasdi. Так, ko'rsataman. Mayda высоковольтный DC tomon. Так. Ko'rdingizmi mana короткое замыкание. Xullas, maydagi tranzistorlar ham ketgan. Xullas, maydagi tranzistorlar ham ko'rinayotgan bo'lsa agar, bular короткое замыканиеda hammasi. DC tomonniki, xullas, AC tomonnikini men hali tekshirganman. Tekshirgandan keyin bilaman-da. Xullas.